Qani ketdi og'alarim, ketdi, yana butkamni qiynaymiz. Kim edi bu? Niklari ham boshqacha ekan. Ha, mayli, omadim bersin. Akalar, nima qilib o'tiribsizlar? Hozir samolyot uchadi, ketdi akalar, ulgurmaymiz hozir. Yana Surxonmi? Bu uxlamaydi ekanda. Farqi yo'q, biz qiynab qo'yaveramiz. Bratni mashinalari bor ekan. Brat, bizda ham mashin bo'lmasa ham 8 oyog'imiz bor. O'zi 8 oyoqmi? Yo'q, bizga farqi yo'q. Biz butkamni qiynashimiz kerak bo'ldi. Qochim botlardan bo'ldi. Qolganiga ham sekin-sekin. Orqamdagi, oldimdagi, yonboshimdagilar olib tashlayman, chiqinglar. Brat, hazillashdim. O'tirganimga kishini ko'ryapmanmi? Dravashka bilan urib miyang qatig'ini chiqarib yuboraman. Jonim bir xafa. Odamlar bolalarga o'xshab bizga ham aptechka chiqsa nima bo'lar ekan? Nima qilyapsizlar? Sal uyalinglar. Ali ekan. Videoga Ali degan o'rtog'inglarni metga qilib ketinglar. Ungacha zo'ridan aytib beraman. Yigitni ismi Ali bo'ladi. Ali kristal qilib o'tirgan bo'ladi. Samo bir xafa jon bilan otib ketadi. Ali hech narsasiz qoladi. Ali xafa bo'lish bo'lmasin, bu hammasi kayfiyat uchun jigar. Ana bugungisi ham tugadi, keyingisi ham chiqsinmi, nima deysizlar?